Payariq tuman tibbiyot birlashmasiga qaynonasi bilan kelgan kelin tibbiy ko'rikdan o'tishdan qat'iy bosh tortgan. Ayolning g'ayrioddiy harakatlari o'sha kuni bemorni qabul qilgan shifokor Gulbahor Muhammadovada shubha uyg'otadi. 27-kuni ertalab soat chamasi 9larda ayol kishi qaynonasi bilan kirib keldi. Bemorning shikoyatini tingladim. Shikoyatida u aytayapti, 5-6 kunlik qabziyat meni bezovta qilyapti, chiqolmayapman katta saraga, juda qiynalyapman, menga klizma qilib yuborsangiz degan murojaat bilan kirib keldi. Davleniyalarini o'lchadim, o'pkasini eshitdim. Endi qorinni ko'rish uchun taklif qilgandim, menga qarshilik ko'rsatdi. Shubhalandim, keyin uni o'ziga yo'naltirdim. O'zi menga oydinlik kiritish uchun qorin bo'shlig'ida qanaqa muammosi borligini bilishim uchun bemor kirgan o'ziga, lekin o'zini rad etgan, lekin bemorga yordam berishim uchun tozalovchi klizma buyurdim. Keyin bildik, 4 oylik kelinchakligini keyin bildik. Shundan so'ng bemor hamshira hamrohligida muolaja xonasiga yo'naltiriladi. Muolaja xonasiga kirgach esa ayol hamshiradan uni biroz muddatga yolg'iz qoldirishni so'raydi. Klizma mana shu yerda bajarilgan. Oradan ko'p o'tmay hamshira shifokor oldiga shoshilib kelib, muolaja xonasidagi chelak ichida chaqaloq qoldirib ketilganini aytadi. Kirib keldi, hamshiram klizma qilgan, sanitarga nazorat qilgan. Keyin ayol chiqib turinglar, men sizlardan uyalyapman, o'zim bo'shangandan keyin sizlarni chaqiraman degan. Chaqiravermagan, biroz vaqt cho'zilgan. Lekin xabar olgan bo'ldingmi deb xabarlab nazorat qilib turgan eshikning orqasida. Lekin ayol shu yerda tuqqanda chaqaloqni mana shu satilga tashlab ketgan. Ma'lum bo'lishicha, muolaja xonasida ko'zi yorigan ayol hech narsa bo'lmagandek shifoxonani tark etgan. Shifoxona ma'muriyati zudlik bilan kuzatuv kameralari yordamida bolani tashlab ketgan ayol shaxsini aniqlaydi. Avvaliga ayol o'z qilmishini inkor etadi, ammo keyinchalik o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar barcha holatlarga oydinlik kiritadi. Shundan so'ng bu haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berilganini shifokorlar ma'lum qilishdi. Taxminan soat 12lar atrofida kichik tibbiy xodimlarga xabar bergandan keyin shu muolaja xonasiga kirganimizda satilda chaqaloq murdasi turganligini ko'rdik. Keyin ichki ishlar xodimlariga xabar berdik. Ichki ishlar xodimlari shu uzoq bilan 15-20 minut oralig'ida kelishdi. Chelak ichida jonsiz holda topilgan chaqaloq 9 oylik, o'g'il jinsli bo'lgan. Holat yuzasidan Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati shunday rasmiy izoh berdi. Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Hozirda Payariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.